Assalomu alaykum. Mani ismim Sherzod Saidov Ramovich. Shifokor narkologman. O'z ish jarayonimda bemorlar tomonidan savollar bo'lib qoladi. Qaramlikda kodlash usuli bu asosan alkogol suiiste'moli bilan kasallangan bemorlarda va ba'zi hollarda narkotik giyohvand moddalarni qabul qilgan bemorlarda davolash usuli ishlatiladi. Bu davolash usuli psixoterapiya usullarining bitta usuliga kiradi, ya'ni gipnosuggestiv metodlariga kiradi. Bu usul yordamida bemorlarni vaqtincha psixoaktiv moddalarga bo'lgan tobeligini kamaytirish, istagini kamaytirish va qaysidir davrgacha o'shalarda qabul qilish suiiste'molini to'xtatib turish maqsad qilib olingan bo'ladi. Bu kodlash usuli 3 ta usul bilan amalga oshirsa bo'ladi. Birinchi, kodlashni psixologik usuli yordamida ta'sir qilish ushbu bemorlarga, ya'ni bu yerda bemorni yaxshilab o'rganib olib, psixologik potensialini o'rganib olib, unga so'zlar yordamida psixologik ta'sir qilish, gipnozlar bilan ta'sir qilib, o'sha psixoaktiv moddalarga bo'lgan istaklarni kamaytirish, vaqtincha to'xtatishdan iborat bo'ladi. Ikkinchi usuli tibbiy vositalar, tibbiy dori-darmonlar yordamida o'sha tobelikka bo'lgan, alkogol tobeligiga yoki giyohvand tobeligiga bo'lgan istaklarni kamaytirish va vaqtincha to'xtatish usuli bo'ladi. Uchinchi usuli esa, ya'ni kombinirованный usul, ham psixologik usuldan foydalaniladi va tibbiy dori vositalari yordamida birgalikda qo'llaniladigan usullar bo'ladi. Kodlash samaraligi har bir insonni individual psixologik potensialiga bog'liq, uning ishonch bildirishiga va gipnobilность deyiladi. O'sha usulga qanchalik ishonch bildirishiga bog'liq bo'ladi va o'sha vrachning mahoratiga ham bog'liq bo'ladi. Bu o'sha holatlar agar hammasi yaxshi tarzda kechsa, bemor ishonchlik yuqori bo'lsa, ong osti holatda harakati bo'lsa tuzalishga va vrach tomonidan sifatli muolajalar o'tkazilganda, buni samaraligi o'sha belgilangan muddat, bemorning o'zi belgilab bergan muddatgacha davom etadi va balki undan ham uzoq muddatga davom etish ehtimoli bo'ladi. Xo'sh, bu kodlash usuli hammaga ham bir xil ta'sir qilmaydi. Sabablaridan biri o'sha bemorlarning kasallikka tanqidiy qarashlariga bog'liq bo'ladi. Agar bemor tomonidan kasallikni tan olinmasa, unga tanqidiy qarash paydo bo'lmagan bo'lsa, o'zini kasal deb hisoblamagan bemorlar bo'lsa, ularga kodlash usullari deyarli samarasiz kechadi. Naborat, agar bemor tomonidan shu kasallikka qarshi kurash istagi bo'lsa, kasallikni ko'ra bilsa, kurashda yordam so'rab keladigan bemorlar tomonidan qilinadigan kodlash usullari ularga sifatli samaradorligi bo'ladi. Kodlashda albatta bu yerda plasebo effektlaridan dori tibbiy vositalar yordamida o'sha plasebo usulidan foydalangan holda o'tkaziladi, ya'ni tibbiy kodlash usullarida. Xavfli darajalari bu tibbiy usuldan foydalanganda, ya'ni tibbiy dori-darmonlar ishlatiladi. Ushbu tibbiy dori-darmonlar ishlatilganda uning o'sha dori-darmonlarning o'zining nojo'ya ta'siri bo'lishi mumkin yoki o'sha dori-darmonlar bilan birgalikda alkogol bilan o'rtasidagi hosil bo'ladigan toksik moddalar ushbu inson organizmiga nojo'ya ta'sir sifatida namoyon bo'lishi mumkin. Nojo'ya ta'sirlardan masalan nafas siqilishi, yurak tez urishi, qon tomirlari kengayishi, bo'g'ilish, har xil toshmalar toshishi, qon bosimi oshishi, pasayish holatlari kuzatiladi. Kodlash usuli inson psixikasiga
zarar yetkazadi deb o'ylamayman. Muolaja istab kelgan bemorlarga o'tkazilganda, naborat ular o'sha ichkilikdan yoki giyohvand moddalardan voz kechganda ularning psixologiyasi, ya'ni psixikasi aksincha yaxshi tomonga o'zgara boshlaydi. Kodlash jarayoni 3 ta usulda o'tkaziladi. Ya'ni birinchi usul psixologik usul. Bemorni vrach tomonidan qabul qiladi, suhbat o'tkaziladi. Psixoterapevtik va suhbat davomida bemor reabilitatsion potensiali aniqlanib, unga o'sha ichkilikni batamom to'xtatish bo'yicha taqiq qo'yiladi suhbat davomida va bemor o'sha suhbatdan keyin ichkilik suhbat ta'sirida to'xtatish ehtimoli paydo bo'ladi va o'sha ichkilikdan yoki narkotiklardan to'xtatishi mumkin bo'ladi o'zini. Yoki bo'lmasa gipnozlar orqali, ya'ni gipnozlar orqali bir necha seanslar orqali bemorda alkogolga nisbatan nojo'ya his-tuyg'ularni rivojlantirib, o'sha bemorda keyin ichkilikdan, ya'ni alkogoldan suiiste'mol qilishni to'xtatish holatlari kuzatiladi. Bu kodlashning psixologik usuliga kiradi. Tibbiy usullaridan, ya'ni bemorga tibbiy dori-darmonlar orqali bir martalik yoki bir kurs davomida tavsiya qilinib, o'sha alkogolga nisbatan nojo'ya ta'sirlarni rivojlantirib, shu orqali alkogol iste'molini to'xtatish holatlari kuzatiladi. Или kombinirованный usul deydi. Birgalikda ham psixologik va o'sha tibbiy dori-darmonlar yordamida, usullar ishlatishi yordamida bemorda o'sha psixoaktiv moddalar, alkogol yoki giyohvand moddalarning iste'molini to'xtatish. Kodlashdan oldin albatta tayyorgarlik kerak bo'ladi. Birinchi navbatda bemorni suhbat davomida uni tibbiy ko'rikdan o'tkazish kerak. Savol-javob orqali kerak bo'lsa, agar bemorda ba'zi bir somatik ichki organ kasalliklari bo'ladigan bo'lsa, surunkali yo o'tkir qo'shimcha tibbiy ko'riklardan o'tkaziladi. Zaruriyat bo'lsa, chuqurroq o'tkazilgandan keyin agarda sog'ligida qanaqadir kasalliklar aniqlansa, vaqtinchalik o'sha kodlash usullari to'xtatilib turiladi. Agar hech qanaqa qarshiliklar bo'lmasa, topilmasa, kodlash amalga oshirilaveradi. Kodni yechish bu o'sha patsientlar orasida ko'proq tarqagan mavzu hisoblanadi. Vrachlar tomonidan buni amalga oshirmaydi, lekin o'sha patsient kodlashni olgan patsientlar harakat qiladi tezroq yana o'sha alkogol yoki giyohvand moddalarni iste'molini ertaroq boshlash uchun qayta murojaat qiladi o'sha kodlash olgan shifokorlarga. Buni shart bo'lmaydi deb o'ylayman. Buni qayta yechishi, chunki o'sha har bir qaytib kelgan bemorga yana qaytadan psixoterapevt suhbat o'tkazilib va shu davolanishni oxiriga yetkazilish tavsiya etiladi. Kodlash bu butun bir davolash degani emas. Kodlash usuli bu davolanishda bitta usuliga kiradi. O'shaning uchun bitta kodlash bilan insonni 100% davolab bo'lmaydi. Davolashda butun jamoa bo'lib, bir necha bosqichli davolanish usullari bor. Kodlashda bemor keldi, ko'rikdan o'tdi va bitta muolaja qilindi va shu bilan kasallik tuzalib ketdi degani emas. Hayotimizda ko'p shunaqa fikrlar bo'ladi. Ya'ni eshitib, ular atrofdan eshitib, ya'ni bitta ukol bilan yoki bir tibbiy muolaja bilan kasallik tuzalib ketdi deb eshitish bilan kelishadi. Aslini olganda bu bir muolaja bilan tuzalib ketadigan kasalliklarga kirmaydi, narkologik kasalliklar. Ularni o'sha bosqichma-bosqich davolab tuzatish kerak bo'ladi. Hurmatli tinglovchilar, agarda sizlarda yana qo'shimcha savollar bo'ladigan bo'lsa, o'sha kommentariyga yozinglar yoki o'sha ko'rsatilgan linklarga ko'rsatinglar. Qo'ldan kelguncha javob beramiz.